Er-xotinning umumiy mol-mulkini bo'lishda e'tibor qiling. Nikoh davomida olingan qarzlar ham, kreditlar ham teng 2 ga taqsimlanadi. Videoni ko'rishdan avval obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Hozir men sizga buni tartibini tushuntirib beraman. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 28-moddasining 3-qismida bu tartib belgilangan. Unga ko'ra, oddiy qilib aytaman, er-xotin nikoh davomida orttirgan mol-mulklarni bo'lish bo'yicha sudga da'vo ariza kiritganda, nikoh davomida olingan qarzlar ham, kreditlar ham er-xotin o'rtasida teng 2 ga taqsimlanadi. Ya'niki, misol uchun nikohingiz davomida eringiz kredit olgan bo'lsa, mol-mulkni bo'lish bo'yicha sudga da'vo ariza kiritganingizda, o'sha kreditning yarmini to'lash majburiyati sizga o'tadi. Agar siz qarz olgan bo'lsangiz, o'sha qarzni to'lash majburiyatining yarmi eringizga o'tadi. Bundan ko'rinadiki, qarzlar ham, kreditlar ham, uy-joy ham, mashina ham, umuman olib aytganda mol-mulkning hammasi nikoh bekor bo'lgandan so'ng mol-mulkni bo'lish bo'yicha sudga da'vo ariza kiritganingizda bo'linayotganda teng 2 ga taqsimlanadi. Avtomobil, uy-joy qanday bo'linsa, qarzlar ham xuddi shunday bo'linadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.